أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bolsa As'ad as-Sagirji rahimahullah yazgan Fiqhul Hanafi ve Adillatuhu namlı kitapdaki taharatning kitabida turibamiz. Endi biz taharat elish joiz bo'lgan sular degan bobda turibamiz. Endi musannif bizga kelgandik oldingi darsda vala ba'sa fi tasxinil ma degan gap to'xtaldik. Endi bir şey boshlaymiz. Ya'ni suni qizitishda va u qizitilgan suv bilan taharat edishda hech bir chatoq yo'q. Nima desa lima rava Zayd ibn Aslam. Zayd ibn Aslam radhiyallohu anhu o'zining dadasidan rivoyat qilgan tufaylidan. Ya'ni Aslam Ömer ibn Hattab radhiyallohu anhu azatkarisi Aslamdan rivoyat qilib. Zayd ibn Aslamning dadasi kim? Aslam. Va Aslam bo'lsa kim? Ömer ibn Hattab radhiyallohu anhu azatkarisi edi. Anna Ömer ibn Hattab shunda rivoyat qildiki, Ömer ibn Hattab radhiyallohu anhu kana yusakhinu lahu ma'an. Ömer ibn Hattab radhiyallohu anhu o'zi uchun suni qizitatdi fi qumqumati degan bir cho'ginda. Qumquma cho'gin. Cho'ginni bilamsizlar? Cho'gin degan misdan yasaladigan da suv qizitadigan qacha. Bir cho'ginda suni qizitatdi va yaqtasilu bi uni bilan g'usl qilatdi. Bunu bunda desam joiz. Ammo buni yusakhanu lahu ma'un fi qumqumatin va yuqtasalu va yaqtasilu bi desam bo'ladi. Ya'ni Umar radhiyallohu anhuga bir cho'ginda suv qizitiladi, on suv bilan g'usl qiladi desam bo'ladi. Lekin suni o'zi qizitib g'usl qiladi desam bo'ladi. Chunki Umar radhiyallohu anhu o'zining ishini o'zi qiladi. Xo'sh. Endi ikkinchi masala musannif rahimahulloh deydiki ve yecuzu tatahhuru bi fadli tahuril mar'ati. Ayol kishining taharat suyuning ortiqi bilan taharat ilish joiz bo'ladi. Ayol kishining taharat suyuning ortiqi degan gap, ayol kishi taharat ilib eshib qolgan suv bilan taharat ilish ham joiz bo'ladi. Nima ish qilsa Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisning jihatidan. Ibn Abbas radhiyallohu anhu bunday dedi. Yigtasala ba'du azwajin nabiy sallallohu alayhi va sallam fi jafnatin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ayollarının bazısı bir kasanda g'usl qildi. Jafna degan bizni kasang deymiz. Kasang degan qanday narsa degan? Yog'och. Yog'ochdan, xashobdan bo'lgan ina kabir. Yani cho'ng das, o'zi yog'och. Biz buni bizda kasang deymiz endi. Sizlar nima deydi? Peygamber sallallahu ayollarının bazısı bir kasangda taharat aldı. Yani yog'ochdan qilingan cho'ng dasda demekçi. Ta'alada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kasangdan taharat almoqchi bo'ldi. Faqalat. Ondan Resulullah'nınki bu ayoli mudat dedi ki ya Resulullah inni kuntu junuban. Men junub idim. Junub idim demek yo'g'ini men junub holatda mush kasangdan taharat olgan edim dedi. Faqala Resulullah dedi ki innal ma'a la yujnib. Suv junub bo'lib qolmaydi deb qo'ydi. Demek ayol kishining taharat ilib ichib qolgan suvni yana taharat oladi. Bunda degani taharat ilib ichib qoldi degani taharat ilib yine taharat ilib taharat degan emas, ma'mustamad degan gap emas. İşitilgan suv emas. Ya'ni ayol kishi bilan taharat oldi, suvni yana qultiqib oladi, bu yerda choy qayda sudama, lekin shu suvni taharat ilish bo'ladimi bo'ladi. Endi uchinchi masala va yajuzu at-tatahhuru bima'in mata fihi ma la damala. Endi qini bo'lmagan narsa ulab qolgan suv bilan taharat ilish ham joiz bo'ladi. Nima ish qilsa İbrahim an-Naxai rahimahulloh rivoyat qilgan buni asrning jihatidan. İbrahim an-Naxai degan kim bilasizlarmi? Men sizga deb bergan edim. Ya'ni Imom Abu Hanifaniki ustozining ustozi. Hammad ibn Abi Sulaymonning ustozi İbrahim an-Naxai. İbrahim an-Naxaining ustozi Alqamat ibn Qays an-Naxai. Alqamat ibn Qaysning ustozi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu va arda. Tushunalmi? İbrahim an-Naxai degan intayin katta olim. Ajoyib. İbrahim an-Naxai'den rivoyat qilingan bir asarning jihatidan deydi. Annahu kana yaqul İbrahim an-Naxai mundaq deydi. Kullu nafsin sa'ilatin la yutawadda'u minha. Har qandaq aqdigan nafsin degan gap, nafs degandagi bir ma'nosi bor. Nafs deganning jon degan ma'nosi bor, qon degan ma'nosi bor, ko'ngil degan ma'nosi bor, insonning nafsi shahvati degan ma'nosi bor. Bu yerda qon degan ma'no demak, nafs jonomi dam degan ma'no. Ya'ni kullu damin sa'ila degan bo'ldi. Har qandaq aqdigan qini bor narsadan la yutawadda'u minha. Shu qini bor aqdigan narsa tushib qolgan suvdan agar suv kichik bo'lsa degan gap narsa qachida degandek, undan taharat ilinmaydi. Taharat og'ir bo'lmaydi.
Velakin rukhisa fil hunfusa vel akrab vel cerat vel cudcud. Ama hunfusa degan gap biz hamda so'digami deb qo'yamiz, ya'ni kichik qo'ng'iz. Kichik qo'ng'izning kichiki, yangilik gapdi. Bir qora, bir qizil, rangi qizil, qora kichikida qizil qo'ng'iz bor. Shu qo'ng'iz. Hunfusa degan yangilik qo'ng'iz, farqroq qo'ng'iz sanam bo'ladi. Aqrab degan chayon. Chayon tushib qolgan suvda taratilish bo'ladi. Val jarat degan chikatga. Chak qilgan narsa, chikatga. Val jud degan chikatkiniki qor chikatga. Chikatkining yana bir xili. Jud degan xolos. Nima deb biz tuvayrun yashbahul jarada. Chikatga o'xshaydigan bir kichik qush deb qo'yibdi, yana shu chikatkining yana bir xili degan gapdir. Iza waqa'na yuqarqilar fi rika degan gap qochiq tushpasa, rika degan qanday qocha desanglar teri qocha, teri. Ulma ina'un min jildin. Teridan bo'lgan teri qocha, shu bo'lgan teri qocha qanday qocha o'smaydi. Chiqib tarat qocha degan gap. Tarat qochasi tushpasa, fala ba'sa bihi degan sud tartib belgili bo'ladi, chataq yo'q. Qala Shu'bat ibn al-Hajjaj, Shu'bat ibn al-Hajjaj degan kim bilamsizlar? Amirul mu'minin fil hadis. Hadis bilmedi bu tabi'i, hadis bilmeden mu'minlarning emiri bo'lgan. İmam Buxorining ustozi shuni olma, intayin katta olim. Shu'bat ibn al-Hajjaj bunday dedi. Va azunnuhu qad zakara al-wazagha. Men İbrahim an-Nakhai'ni salmini ham tilga oldimki deb o'ylayman deydi. Qaranglar. Az İbrahim an-Nakhai degan İmam Azamning ustozi, shunday ustozini Shu'bat ibn al-Hajjaj nimaga talib qilgan shuni. Shu'ba nimani İbrahim an-Nakhai'niki talib qilgan. Hozir İmam Buxorining ustozining gapi bu. İmam Buxori, yani demek hemmisi İmam Ebu Hanife'ninkini bizi gösterip dururdu. Derecesinin makamını gösterip dururdu. Şu'bat ibn Haccac ve azunnuhu qad zekerel vezaga. Salmını hemzge kıldım gideyim. Salmını bilemsiler. Salmını diyeyim bir şey ki çık kadar meta gibi oynaydığı nesler. Rekve diyen ne? Rekve diyen elleti lil ma. Su işletilganı kaça diyen gibi. Ve cem'uha rika. Bunu köpse çekti rika. Ve li kavli sallallahu Peygamber sallallahu kavlini cidden ki İza vaqa'a zubabu fi ina'i ahadikum felyagmishu kullahu thumma liyatrahhu. Yani sen birinlarki qaçsığa çüvün çüpəsə felyagmishu kullahu. Onu çüvün hemmini çükürvəssun andan keyin onu çüvünni elib taşlıvəssun. Fe inne fi ahadi cenahayhi. Çünkü bunun iki kanıtının birlikte şifalık var ve yeni birlikte kisel var da ortada. Demek bu şey ismi ne çıkıyor öyle bakana. Demek ki çüvün ba nime? Çüvün ba su çüvün düşken tamak demek pak diyen gibi. Pak boldu diyen gibi üzeri bu nime tarih sonu bulunmaydı diyen gibi. Nicisemez. Nicis dersi ilgili olmaydı da ilgili boğan dersi de tarih ağılı. Bazıları bulundu, bazıları bulunmaydı. Buzmaydı diyen gibi. Tamakın süpütünü buzmaydı demekçi. Hoş hem de musannif bu meseledeydi ki ve yecuzu tatahhuru bima'in fi aniyetil müşrikin. Müşriklerinin qaçısidagi bar bo'lgan suv bilan tahorat edish joiz bo'ladi. Nima ish qilsa? İmran ibn Husayn radhiyallohu anhuning hadisining chetida deydi. Ve fihi bu hadisda mundaqba. Fa'tazala rajulun qavmning ichidan bir odam biz bilan namoz o'qimadı. Namoz o'qimay bizni ayrilib oldi. Falamman sarafa bu adam ya ki Peygamber Aleyhisselam namazdan farık bo'lgan vaqtida qala Rasululloh odamga Rasululloh dedi. Ya bu odam shunda qaytgan vaqtida qaytib farık bo'lgan vaqtida Peygamber Aleyhisselam bu odamga dediki: "Ey falan ya fulanu ma mana'aka an tusalliya ma'ana ey falan. Seni biz bilan birga namoz o'qishdan nima to'sdi?" dedi. Qala bu odam dedi ki: "Ya Nabiyalloh, ey Allohning payg'ambari, asabatni janabe. Menga janobet yetib qolgan dedi." Şunu olan fe'emerahu Resulullah feteyemmeme bis-sa'idi fesalla. Bu adamni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bu adam tabi teyemmüm kıldı. Yani pak toprak bilen teyemmüm kıldı. Namaz kıldı. Sümme acceleni fi rakibin beyne yedeyhi. Peygamber aleyhisselam beni üzerinden aldığındaki bir karvanga önderip tiz evet. Netlubul ma'e. Yani su talep kılıp. Ve kad ataşna atşen şedide. Biz qattiq chanqab ketgandik, usab chanqab ketgandik, usab ketgandik. Fa baynama nahnu nasiru biz shunda menvassaq iza nahnu bimra'atin sadilatin rijlayha bayna mazadatin. Biz shunda menvassaq qarasak bir ayol ikki putini bayna mazadatin degan ikki xurjun. Mazada degan gap suvning to'limi, suv to'limi
burunqi zamandagi tulum deb qo'yamiz, xolujin ham deb qo'yamiz. İçiga suv quydigan, terini tikiladi. Astida bir ig'izi bor, ustida bo'g'onchisi bor, ustida suvni bo'g'ib qo'yilgan. Ikki dona suv tulumining orasida putini sangiltib ketayotgan bir ayolni ko'rib qoldik. El-hadisi ila ahir hadis degan bo'ldi, hadisning oxirigacha. Va fihi bu hadisda mush uzun hadisning ichida bordir. Fa amara payg'ambar alayhisalom bi rawiyatiha. Raviya degan gap suv tushadigan tuga degan gap, tuga. Bu ayolniki şu suvni tushgan tugisini payg'ambar alayhisalom buyurdi fa unihat. U tuga nima qildi? Cho'kildi, ya'ni yotqizildi. Tugi cho'kdi deymiz, ya'ni tugini yotqizish degan. Famajja fil azlawaynil alyawayni. Azla degan gap nima tulumniki ustun terbidagi bo'lgan ustun terbidagi og'zi. Aslida bir jo'makdek kichik og'zi bo'ladi, ustida bir og'iz bo'ladi, ikki og'iz. Ustidagi cho'ng og'zini azla deb ataydi. Shu tulumning usti tarafidagi ikki cho'ng og'ziga payg'ambar alayhisalom famajja degan suvni pukdi. Ya'ni og'zini suvni elib, unda pufda degan gap suvni pukdi. Summa ba'asa bi rawiyatiha. Andan so'ng pukdi payg'ambar alayhisalom shu ayolniki suv tugisidan bilan avatdi. Sahabalarning yanıga. Feşeribna biz yani demek ki şu tügülen evetti. Tulumni tügün çüymeylam. Şu eşyalam tügülen tüfüstüğüzden tulumni içinden toxudan sunu biz bölmeylem sunu dedim kılıqdaydı. Sunu tulumdan bölmey. Eşyalam özümüzün hacetimizi güçlükne aldık daydı. Feşeribna biz içtik ve nahnu 40 reculen. Biz 40 adam idik. Attaş degan. Nayt qat usab ketgan. Aytaş. Usab çanqab ketgan 40 adam idik. Hatta ravayna biz hatta bizim qanduq suğu toyduk. Ve mala'na kulla qirbatin ma'ana. Biz bilen ki hemmi tulumni toştuzduk. Qirba degan tulum. Maza degan gap xolcun degan xolcun. Qirba degan tulum degan gap. Lekin ba'zida bizga ma'zi ishlatadi. Biz her bir tulum bizden bir tulumni toşquzduq ve idava degan gap qachilarni toşquzduq ve gassalna sahibana bizniki heliqi sahibimizni ham g'usl qildirdik. Suda g'usl qildirdik. El hadis oyatning oxirigacha deydi. Endi ve yejuzu tatahhuru bima'i ahlil kitab. Endi ahli kitobniki suyu bilan taratilish joiz bo'ladi. Endi oldingi masalada kofirniki qachisi taratasi bo'ldimi? Ayol kofir ayol edi. Uningki qachisi taratilish suv ichdi taratasi bo'ldimi? Endi ahli kitobning qachisi bilan ahli kitobning qachisidagi suv bilan taratasi bilan bo'lmamdi, esa joiz bo'ladi. Nima ish qilsa? Zayd ibn Aslam radhiyallohu anhu dadasidan, ya'ni Aslamdan rivoyat qilgan, Umar radhiyallohu anhu hazrat kelisidan rivoyat qilgan hadisni eshitdim. O dadasi Aslam bundoq deydi: "Lamma kunna bish-Sham, biz Shamda bo'lgan vaqtimizda, ya'ni Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Shamni fath qilgan-ku, shu vaqtda deydi. Biz Shamda bo'lgan vaqtimizda ataytu Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bima'in bir suvni olib keldim, fatavadda minhu. Andu suvdan taharat oldi. Faqala Umar radhiyallohu anhu dedi ki: "Min ayna ji'ta bi hadal ma?" Bu suvni qayerdan olib kelding dedi. "Ma ra'aytu ma'an azban wa la ma'a sama'in atyaba min." Men mundaq temlik tatlı suvni ko'rib bakmadım. Mundaq bu suvdunmu temlikroq, tatlıqroq bir osmon suyini mu nima tetib bakmadım dedi. Çünkü suyun en temliki hem de yağmur suyuydu. Bunun temlik osman suyu tetib bakmadım. Bu su yaman temlik su kendi dedi. Kale Zeyd bin Aslam radıyallahu anh dedisi deydi. Kultu dedim ki ci'tu bihi min beyti hadihil acuzin nasrani. Ben bunu mavu Nasara Hristiyan kır ayağındaki mumayının üyüne hep geldi desem. Falemma tevadda dedim. Aşunu olan Ömer radıyallahu anh tertepuğa vaxtıda ataha o ayağının yanına gelip bundak dedi. Eyyetuhal acuz. Ey mumay. Eslimi teslimi. Müslüman boğun. Salamet kalasen. Yani bunun ahir salamet kalasen. Şurada dedi. Ba'asallahu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem bil hakkı. Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni hak bilen evet dedi Ömer radıyallahu anh. Kale Eslem radıyallahu anh deydi. Fekeşefet ra'saha. Bu ayal üzerine çeçene şunda açtı. Feiza misle sagameti. Bu ayal qarsak çeçin misle xuddi sagamega o'xshaydi degan. Sagamega o'xshaydi degan. Sagam degan nima desa, sagam degan bu nabatun yoki nabtun abyadu zahr degan chichki va mevasi oq bo'lgan bir o'simlik, giyoh. Ya'ni oppoq oq gul deb qo'yamiz. O'zi oq gulga o'xshaydi ekan, ya'ni chech oppoq oqib ketgan qalbima ekan. Yushabbahu bayadu shaybi bihi. Ya'ni chachniki oqligi nimaga
Şu tagamaga o'xshatiladi Arabda, Arabning qoidasida. Bizning qoidamizda qa'ga o'xshaydi. Chechi qa'dek oqib ketadi bizda. Chechi qardek oqib ketadi deydi, qarga o'xshatadi. Arablar tagamaga o'xshatadi degan. Maqsad bir. Faqalat bu ayol dediki ajuzun kabira va innama amutul an. Men degan bir qilib ketgan bir yosh cho'ng ketgan mumayman, chechimdan oqib ketdi mana. Hozir men o'lyapman, faqat o'lsam ham bo'ladi. Hozir iymon uyganimning ma'lum foydasi yo'q deb. Onda dedi faqala Umar radhiyallohu anh dedi ki Allahümme şehad ya Allah guvalıq boğun. Ben netküzdüm. Ya Allah guvalıq bəgin dedi. Hoş. Ama İmam Bukhari rahimahullah mı dedi? Ve tevadda Umar radhiyallohu anh bil hamim. Min beyt nasraniye diyen hamim diyen gep kaynak su. Kaynak su issiq su bilen tarat aldı. Ve min beyt nasraniye diyen gep Nasara ayağının üyünün hem tarat aldı. Demek Muşedistan'ın çoğlanmasını gösterirken hatta kafirlerin üyüdeki sudun tarat alsa bo'ladiganlik, kafirlarning qachisida tartib olsa bo'ladiganlik. Hatto tamoqlarini agar yeyishyaptimi, halol bo'lsa, ya'ni go'sht narsa emas, masalan, normal guruch degandek, non degandek halol narsalarni kafirlar yeysa bo'ladiganligini ko'rsatyapti. Endi bu masalada deydiki, Musannif rahimahulloh va yajuzu at-tatahhuru bima'in khalatahu shay'un tahirun faghayyara aksara awsafihi. Endi suniki sifatlarının köprekini özgertip etken pak bir narsa suğa ayrılışıp kalan bolsa bunun taharet ediş caiz buludu da oturdu. Sunun sifatları kança buludu? El-evsafu thalâthe. Sunun sifatları 3. Suda iki xil narsa buludu. Biz iki xil ölçen. Biri suluk, bir sunun sifati. Sunun sifati qalsa 3. Bir sunun ta'mi, yana birisi rengi, yana birisi puruqi. 7. Yeni bir üçü ise sunun suluk tabiiyeti. Sununki iqichallıqı ve suyuqlıqı. Sunun suyuqlıqı ve iqichallıqı. Bu şu iki narsa bo'yicha mizan qarab o'lcham qilamiz. Endi xo'sh, fa in ghayyara wasfayn. Agar ikki sifatni o'zgartib olsa, ya'ni pak narsa, suvga pak narsa ayrılışib, pak bo'lgan narsa, nijosat emasa, pak bo'lgan narsa ayrılışib, ikki sifatini o'zgartib olsa, masalan, ya ta'm bilan rangini yoki rang bilan puruqini, masalan, yoki ta'm bilan puruqini o'zgartib olsa, فالصحيح جواز الوضوء به. En sahih rivayetine biz demek bizde bunun rivayetler var demekçi. En sahih rivayet bu su bilen taharet edişinin caizlik olur. فإن تغيرت أوصافه الثلاث. Eğer emdi sununki hem müsbetlerini özgürtü olsa, tamini, rengini, furukunu hem müsbetlerini özgürtü olsa bir vuku'i evrak şeceri fihi fi vaktil kalb mesela. Mesela küz vaktida suğa aşı derekinin gazanları yupurmakla çüp bunu tamini açık aylandırıp olsa, rengini sapsarık aylandırıp olsa, kendinin furukunu mu aşı gazanın furuku açık pırap kessemezsen su. Yecuzul vudu'u bihi inde ammeti ashabina. Yani bu şunu olan hem bizdeki umumi ashablarımız karşısında taharet ediş caiz buludu. Kalehu fil cevhera. Bunu cevherada demişinde diyendeydi. Vel aslu fihi. Hem de bu vaktiki asıl delil deydi. Vel aslı diyende delil deyince bu vaktiki delil. Marva İbn Abbas radıyallahu anh rivayet kıladis. Enne racülen bir adam kâne Resulullah aleyhi ve sellem ihram bağlanan haletteydi. Fevakasathu naqatahu. Bu adamın boynunu tügüsü sunduruvetti. Sunduruvetti diyen gap. Şunda birkaç ketkençe bu adam tügüsünü çüketip boynusunu kötülep kaldı. Femadülep kaldı. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki eğsiluhu bimâin ve sidrin. Bu adamını su bilen ve sidir bilen yuyunla. Ve kefinuhu fi thevbeyhi. Bunu işki kiyimi bilen kipellanla. Onunki işki kiyimi de kipellanla. Ve la tumissuhu bi tîbin. Bunu kuşpurak sükümanla. Bununki kipinige kuşpuraklarını sürkümanla. Ve la tuhammiru ra'sahu. Beşini yugümanla. Adet normalde kipellagende beşini yugütulan gap, çıgıtulan gap. Bunun beşini yugümanla. Fe innehu çünkü o yub'athu yevmel kıyameti mulebbiden. Kıyamet günü telbiye etkan halette tirildi. Fi rivayet yine bir rivayette mulebbiyen. Mulebbiden yani mezmun mulebbiyen diye oxşar. Endi bu hadisden çıkılan mezmun bizge nimeni gösterip atdı doğudan. Qayıdgan bolsaňlar, yani onu eğsilu su bilen yuyunla ve sidri bilen yuyunla da dedi. Su sidrini araştırıp denge. Su sidrini araştırıp denge. Sidr degen su araştırsa sununki balık demene suluk tabiatini, nima su tabiatini emas sununki sifatini yok qilib o'tadi. Ta'mini, furuqini, hatto mesela yidini. Hem ta'mini, furuqini, rangini o'zgartirib o'tadi. Şunu bilan billat metni g'usl qilgan degan gap, metni taat ağlı bulduğun su bilan yuvish kerak. Taat ağlı olmaydan su yuvsa bo'lmaydi. O'xshash kerak. Hayot bilan tegib o'xshash
Pak suda yuvish kerak. Mujahidisinde münabet bilgi buldu ekan. Demek gazanla düşken sulumu tarat ağlı buldu ekan. Diye hüküm çıkıldı deydi. Ömer rava Mujahidun. Mujahid Muhani rahimahullah rivayet hadiste qalet Muhani da deydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Meymune radıyallahu anha min ina'in vahidin qas'a degan bir dana çoğun kasan. Qas'a degan mi? Cefne degan gap. Çoğun kasan. Yağış qacha. Çoğun kasandan ibaret çoğun bir qachadan tarat aldı. Fiha atharul ajin. Bu kasanda xemirning izi bor edi. Xemir yo'g'ilgan qacha. Kasan degan xemir yo'g'ilgan qacha. Shundan xemirniki nimalar bor? Yuqori holatda edi va xemir yo'q bo'lsa masalan, shuni rangi o'zgaradi, ta'mi o'zgaradi ba'zida masalan. Xemir degan ajin degan xemir. Bunday edi. Xo'sh, va oxir davona alhamdulillah tamam bir masala qaptu ve yecuzul vudu'u bi nabidit tamr deydi. Xurma shavt bilan tartish joiz bo'ladi. Nima qilsa? Lima axraja Ahmad va Daruqni chiqargan esini jetdi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deganki, payg'ambar sollallohu Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu lailatul jin, ya'ni jin ketisi Rasululloh jin bilan kurashgan ketisi deganki, "Ama'akama, sen bilan suvamu" dedi. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu yo'q dedi. Rasululloh dedi, "Ama'aka nabiz, sen bilan bir sharbat bormi" dedi. Qala ahsibuhu bağımkin deyman desem dedi. Ha buludu. Dedi fetevadda bihi. Qala bunu ahasbuhu desem dedik. Ahasbuhu deyince benim yeterlik mi? Yekfi yani şu hurma şerbetide tarih asak yeterlik bulamdı desem qala na'am. Resulullah ha dedi fetevadda bihi. Yani şu hurma şerbetinden tarih aldı dedi. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.